Bismillah, alhamdulillah, va salatu vassalamu ala rasulillah. Bolalarni Qur'on o'qishlik uchun, Qur'onni yodlashlik uchun urush haqida so'rabdilar. Shu joiz bo'ladimi? Bu Qur'onni yoki shariatni yomon ko'rsatish sanalmaydimi bolaga? Javobni umumiyroq qilib bersak yaxshiroq bo'ladi. Aynan Qur'on yodlash uchun urushmi, yoki namoz uchun urushmi, yoki boshqa ibodatlar uchun, yoki har qanday ta'lim uchun urushlik. Bu narsalar hammasi umumiy bo'ladi. Shuning uchun shu umumiyroq qilib javob bersak yaxshiroq bo'ladi. Aslida erkak kishi oilada mas'ul, xotiniga ham, bolasiga ham Alloh taolo oyatda aytganidek, ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum va ahlikum naro. Ey iymon keltirganlar, o'zlaringni ham, ahllaringni ham jahannam o'tidan saqlanglar degan. Jahannam o'tidan saqlanish uchun inson qo'lidan kelgan ishni qiladi. Masalan, bir farzandingiz bir jarlikka qarab ketayotgan bo'lsa, shu qo'lingiz yetmasa bir toshni olib otib bo'lsa ham o'shani jardan bir ogohlantirishga harakat qilasiz. Bu narsa hech ayb sanalmaydi yoki qahri qattiqlik sanalmaydi, mehrsizlik sanalmaydi. Inson qo'lidan kelgancha ahlini o'zini jahannamdan qutqaradi. Yoki Rasululloh hadisda aytganlaridek, kullukum ra'in va kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Har birlaring boshliqsizlar va qo'l ostidagilardan so'ralinasizlar deganlar. Inson so'ralinadi. Xuddiki mana hokim, amir ular so'ralganidek, qozilar qo'l ostidagi insonlardan so'ralgandek, ota ham shunaqa qo'l ostidagi insonlardan so'raladi. Ammo doimki mana qozilar, amirlar, boshliqlar qo'l ostidagi kishilarni itoat qilmasa urushga ham haqqi bor kerak bo'lsa. Shuning uchun ota ham odamki bir boshliq, amir uyida qo'l ostidagilar unga itoat qilmasa, uni urushga ham haqqi bo'ladi. Balki Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bolalarni masalan namoz masalasida namozga bolalaringni 7 yoshda buyuringlar. Agar o'qishmasa 10 yoshda bo'lsa, ularni uringlar degandir. 10 yoshda aslida bolaga namoz farz bo'lmaydi. Lekin nimaga namoz o'qish uchun ur deyapti, hattoki o'qimasa? Chunki farz bo'lmasa ham o'rgansin, odatlansin. Ana shuning uchun mana namozga deb ursa bo'lyaptimi? Farz bo'lmagan ishga. Mana bunda ham Qur'on ta'limini olish uchun yoki boshqa uchun uni foydasiga bu. Unga farz bo'lmagan taqdirda ham shuni bir yaxshilikka odatlansin, yaxshilikka o'rgansin, dangasa bo'lmasin degan ma'noda urushligi hech qanday mehr qattiqlik, yuqoridagidek qalbi qattiqlik, mehrsizlik sanalmaydi. Bu narsada faqat inson hikmatni ishlatish kerak. Mana Anas radhiyallohu anhu aytganlaridek, xodimtu Nabiy sallallohu alayhi vasallam 10 sinin. Anas aytganlar, Rasulullohga 10 yil xizmat qildim, yosh bola bo'lgan. Biror marta menga uf demadilar. Nima bunday qilasan deb qilgan ishimga yoki qilmagan ishimga nimaga qilmading demadi degan. Rasululloh xulqlari endi Alloh aytganidek, innaka la ala xulqin azim, siz buyuk xulq ustidasiz degan. Shuni hamma nobotga olish kerakki, Rasululloh buyuk xulq ustida bo'lsalar, Rasulullohga xizmat qilgan bu bola ham, Anas ham buyuk bir xulq ustidagi inson bo'lgan. Ya'ni Rasulullohda shu uf deydigan ishni qilmagan ham odatda. Bunda ya'ni hamma joyda o'zini o'rni bor. Kimdir kelib hozir Rasululloh 10 yil xizmat qilsa ham uf demagan ekan deb, hozirgi zamondagi bolalarga agar uf demasa yoki shu ozroq qattiq qo'l bo'lmasa, ular Anas emas, ular o'zidan bilib fahm farosat bilan otasini, onasini jog'irtirmaydigan unaqa bola emas. Shuning uchun hamma narsani o'zini o'rni bo'ladi. Gohida bir bolalar bo'ladiki, unga bir og'iz gap kifoya bo'ladi. Anaqangi bolalarni urib so'kishga hojati yo'q. Ularga Rasululloh sollallohu alayhi vasallam siyratlaridek yumshoq so'z bilan, chiroyli qiziqtirish bilan ularga muomala qilib qo'yilaveradi. Lekin gohida shu narsa tajribada qo'llanadi, yaxshi gapiriladi, ma'viza qilinadi, tushuntiriladi, foyda bermaydi. Anaqa holatda bola bir quloqsiz bo'lsa, uni urishlik ham, qattiq gapirishlik ham bu narsa yomon emas. Yuqoridagi hadisda chunki shunga ishora keldi. Har narsani o'zini o'rni bo'ladi. Hammani bu yerda shaxsiyatiga qarab muomala qilish kerak. Bunda bitta qilib fatvo berib bo'lmaydi. Ya'ni hamma bolasini ursin deb unaqa qahr qattiqlik qilib ham bo'lmaydi, yoki bolalarni mutlaqo urmaslik kerak deb bunaqangi yumshoqlik ham qilib, ularni jilovini qo'ldan ham boy berilmaydi. Xususan hozirgi zamonda. Hozirgi zamonda inson sal qattiq qo'l bo'lmasa, insonni bolasini ko'cha tarbiya qilib qo'yadi. Yoki insonni bolasini uyda mana bu internet, telefon degan narsa tarbiya qilib qo'yadi. Shuning uchun inson bunda sal qattiq qo'l bo'lishligini hech qanday yomonligi yo'q. Unda sal qattiq qo'l turib, unga urishlik bu narsalar hammasi joiz bo'laveradi. Xususan mana Qur'on ta'limini yodlashlik, Qur'onni agar farzand yodlasa bu ota-onaga manfaat. Hadislarda kelgandek ota-onasining boshiga toj kiydiriladi. Bu ota-onaga manfaat. O'zi bola balog'atga yetishdan oldin qilgan yaxshiliklarni hammasi, nafaqat Qur'on, hamma yaxshiligida ota-onaga manfaat bo'ladi. Chunki ota-ona sabab bo'lyapti shunga. Shunga odatlantiryapti, o'rgatyapti.
Mana shu ma'nolar uchun fuqarolar bunga ruxsat berishgan. Buni misollari ko'p. Tarixda fuqarolar hamma mazhabda bunga ijozat berishgan. Boyani urishlik, so'kishlik inshaalloh ta'lim maqsadida joiz bo'laveradi. Faqat bunda ota yoki ona hikmati lozim tutish kerak yoki o'sha ustoz ham hikmati lozim tutish kerak. Hikmatga qarab bu yerda o'rniga amal qilinadi va bu narsa tafsilot bilan amal qilinadi. Vallohu alam.